Azing jim turasan videolarda. Qayerga sepilsa, atir uzoq turadi. Juda ko'p tavsiyalar tushadi. Misol uchun kimdir bilakligi deyishadi, kimdir misol uchun ko'kragi deydi, kimdir bo'yniga deydi, kimdir qon tegi deydi. Hammasi zo'r, hech qaysi biriga qarshimasman, lekin meni o'zimni bu bo'yicha tavsiyam bor. Va bunga birinchi beradigan tavsiyam bu albattagina qo'li usti. Ya'ni bu mana bu qismi bo'lishi mumkin yoki bu qismi bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki biz bilaklarni sepadigan bo'lsak, bilaklar odatda juda ko'p joyiga tegadigan qism. Misol uchun yurganda ham bu o'zimizning shimimizga tegadi, oyog'imizga tegadi. Nimadir otganimizda misol uchun tag'iga tegib ketishi mumkin-da. Shu orqali parfyumni o'zi boshqa joylarga tegib o'chib ketadi. Lekin bizning qo'limizdan ustida hech joyga odatda tegmaydi, shuning uchun atirgina ham ko'proq turib beradi. Ikkinchi tavsiyam bu yelkalar. Men odatda yelkamni sepaman. Misol uchun ko'chaga chiqib ketayotganda ikkita bu yelkamga, ikkita bu yelkamga sepib ketaman. Nimaga? Odatda ko'krakni sepadigan bo'lsak, atirimizning hidi o'zimizga urib ketishi mumkin. Bu urgandan keyin o'zimizga yoqmaydi. Lekin yelkamiz odatda burnimizdan tagida joylashmagan. Shuning uchun bemalol yurganda ham bu o'zimizga xalaqit bermaydi va shlayf ham shu orqali tarqaladi. Bo'yinga sepganda ham yaxshi deyishadi. Orqalarda turib yurganinglarda zo'r shlayf qoldiradi, lekin bu ham stokisi bo'yicha ko'pga yetmaydi. Nimaga? Odatda odam ko'chada yurganda quyosh tushadi bo'tga, isitadi va tez ispargan bo'ladi. Atir ishlatish bo'yicha hech qanaqa ограничение yo'q. Bu faqatgina odamning xohishi. Shuning uchun xohlagan joylarga sepinglar, xohlagan sepinglar, faqatgina atirni mazza qilib ishlatinglar bo'ldi.